Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Demak, yo'l harakat qoidalarining asosan yo'l belgilari tashkil qiladi va yo'l belgilari umumiy 7 guruhga bo'linadi. Birinchisi bu ogohlantiruvchi belgilar. Ogohlantiruvchi belgilar teng tomonli uchburchak shaklida, hoshiyasi qizil, foni oq, belgisi esa qora rangda ko'rsatilgan bo'ladi. Ikkinchi yo'l belgimiz bu imtiyoz yo'l belgilari. Imtiyoz yo'l belgilari jami 9 ta yo'l belgidan iborat bo'lib, ularning shakli har xil ko'rinishda keladi. Uchinchisi esa taqiqlovchi belgilar. Taqiqlovchi belgilar doira shaklida, hoshiyasi qizil, foni oq, belgisi esa qora rangda ko'rsatilgan bo'ladi. Taqiqlovchi belgilar yo'l belgilarining 3-guruhiga mansub hisoblanadi. 4-guruh yo'l belgilari bu buyuruvchi yo'l belgilar. Buyuruvchi belgilar ham doira shaklida, foni ko'k, belgisi esa oq rangda ko'rsatilgan bo'ladi. Uning pastida 5-guruh yo'l belgilari axborot ishora belgilari. Axborot ishora belgilari 4-burchak shaklida bo'ladi. 6-guruh yo'l belgilari bu servis belgilar. Va oxirgisi esa qo'shimcha axborot yo'l belgilari. Qo'shimcha axborot yo'l belgilari bu 7-guruhiga mansub. Demak, bundan ma'lumki, yo'l belgilarida jami yo'l belgilari 7 guruhga bo'linadi. Birinchisi ogohlantiruvchi belgilar, ikkinchisi imtiyoz belgilar, uchinchisi taqiqlovchi belgilar, to'rtinchisi buyuruvchi belgilar, beshinchisi axborot ishora belgilari, oltinchisi servis belgilar va oxirgi 7-esi esa qo'shimcha axborot belgilari hisoblanadi.